هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهور. Sure Haşr tefsiri 6. ayetten başlayıp okuyacağız inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövəndə dixtanlağa İbn Kəthir rahimehullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Haşr suresi 6. ayetten başlayıp okuyacağız inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Allah Peyğəmbərə uladın, yani Bəni Nədir'nin mallardan qaytırğan ganimetlerini sizə at tügülerini çaptırıp, yani əcir qılıb, caba müşaqqat atıb qol keltirgen emas. Lekin Allah Peyğəmbərlərini xalığan adamga müsəllat qılıdı. Allah her nərsəyə qadirdir. Allah Peyğəmbərə ganimet qılıb bəgən əhli Qura, yani Qurayza, Nədir, Pədək və Xaybar kuffarlarının mallarını işçinlardaki bayla arasında qoldan qolğa ötüb yürümeslik üçün Allahqa, Peyğəmbərə, Peyğəmbərinin xiş aqrabalarga, yetimlərə, miskinlərə, İbn Səbillərə xas qıldı. Peyğəmbər sizlərə bərgənni elinglar. Peyğəmbər çekilgen nəsidin çekilininglar. Allah'tan qorqunglar. Haqiqatan Allah'ın azabı qattiqdir. Urushsiz elingan ganimetler ve onu işiltidigan orunlar toğrusida. Allah Teala bu ayette urushsiz elingan ganimetlerinin nimeler ekenligini, onun sübetlerini ve hükümlerini bayan kıldı. Urushsiz elingan ganimetler xuddi Bəni Nədir qabilesinden elingan ganimetlerge oxşaş, at ve tögilerini çaptırmay, yani ecir sındırmay qolga keltirgen ganimetler köz tutuldu. Müslümanlar Bəni Nədir qabilesinin mal mülkini at tögilerini çaptırmasdan, yani düşmanlar bilen meydana düşüp elişip uruş qılmasdan ganimet aldı. Belki ular Allah Teala dillarga sağan qo'rqinish bilan Payg'ambar alayhisalomdan qo'rqib, qo'rg'onlarini o'zligidan bekor qildi. Allah Teala ularning mol mulkini Payg'ambar alayhisalomga g'animat qilib berdi. Shunga Payg'ambar alayhisalom bu g'animatni o'zi xohlagan bo'yicha ishlatdi. U bu g'animatlarni g'olib va buyuk Allah tövendeki ayetleri ko'rsatgan bo'yicha ehtiyojli bo'lgan musulmonlarga taqdim berdi. Allah Peyğəmbərə ganimet qılıb bergan ahli Qura, yani Qurayza, Nədir, Pədək və Xaybar kuffarlarının mallarını işçinlardaki baylar arasında qoldan qolğa ötüb yürmeslik üçün Allahqa, Peyğəmbərə, Peyğəmbərinin xiş aqrabalarga, yetimlərə, miskinlərə, İbn Səbillərə xas qıldı. Peyğəmbər sizlərə bəgənni elinglar. Peyğəmbər çekilgen nəsidin çekilininglar. Allah'tan qorqunglar. Haqiqatan Allah'ın azabı qattiqdir. Yani Allah her nərsəyə qadirdir və yengilməsdir. Allah Teala'ga hiç nərsə tosqunluq qılalmaydı. Belki Allah her nərsəyə hökümranlıq qılğıcıdır. Allah Peyğəmbərə ganimet qılıb bergan ahli Qura, yani Qurayza, Nəzir, Pədək ve Xaybar kuffarlarının mallarını işçinlardaki baylar arasında qoldan qolğa ötüb yürmeslik üçün Allahqa, Peyğəmbərə, Peyğəmbərinin xiş aqrabalarga, yetimlərə, miskinlərə, İbn Səbillərə xas qıldı. Yani fethi qılınğan bütün şəhərlərdən urushsiz elinğan ganimetlərinin hükmü Bəni Nədir qabilesindən elinğan ganimetlərinin hükmüge oxşaş boludu. Ve urushsiz elinğan ganimetler bu ayette gösterilgen boyunca işletildi.
İmam Ahmad Ömer radıyallahu anhu'nun mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bani Nazir qabilasidan elingan g'animatlar musulmonlar ot tuygalarini choptirmasdan qo'lga keltirgan g'animatlar bo'lib, Alloh taolo bu g'animatlarni payg'ambar alayhisalomga xos qilib berdi. Payg'ambar alayhisalom oilasidagilarning shu yillik chiqimini bu g'animatdan sarf qilishga qoldirdi. Qolgan qismini g'olib va buyuk Alloh yo'lida jihad qilish uchun ot uloq va qurol yaroq setib olishga ishlatdi. Bu hadisni İmam Buxoriy, Muslim, Abu Davud, Tirmizi va Nasai qatorliqlar rivoyat qilgan. İmam Abu Davud Malik ibn Avsning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bir kuni kun o'rlagan chaqda Umar ibn Hattob radhiyallohu anhu meni chaqirishga odam aytibdi. Men uning yeniga kelsam, u karvat ustida xorma qo'ziqidan to'qilgan, üstü qaplanmagan karvatning yeniga yo'linib turgan ekan. Men uning yeniga kirganda u, "Ey Malik, sening qavmingga tava bir qism oilalar asta birlab, ikkilab ko'chib kelib oldi. Men ularga narsa berishga buyruq qildim. U narsani ularga sen taqsim qilib bergin" dedi. Men uni taqsim qilib berishga mendan boshqa odamni buyurgan bo'lsang dedim. U narsani qo'lingga olgin dedi. Shu chaqda Umarning qishig'a Yerfa kirib keldi va ey mu'minlarning xalifasi Osman ibn Affan, Abdurrahman ibn Avf, Zubayr ibn Awvam va Said ibn Abu Waqqas qatorliqlar qishingga kirsa bo'lamdi dedi. Umar, "Ha, kirsin" deb ularning kirishiga ruxsat qildi. Ular kirdi. Ondan Umarning qishig'a Yerfa yana kirib, "Ey mu'minlarning xalifasi, Abbas bilan Ali qishingga kirsa bo'lamdi" dedi. Umar, "Ha, kirsin" deb u ikkisining kirishiga ruxsat qildi. U ikkisi kirdi. Abbas, "Ey mu'minlarning xalifasi, men bilan Ali ikkimizning oraliqida hukm chiqarib qo'ygan" dedi. O'ltirganlarning ba'zisi, "Ey mu'minlarning xalifasi, shunda qilgan. U ikkisining orasida hukm qilib, ularni rohatga chiqarib qo'ygan" dedi. Malik ibn Avs so'zini davom qilib mundaq deydi. Abbas bilan Ali so'rinda o'ltirgan eliqi bir qancha odamning oldiroq chiqqandek bilinib ketdi. Shunga Umar radhiyallohu anhu o ikkisiga, "Sizlar to'xtab turinglar" dedi. Ondan o'ltirgan eliqi odamlarga qarab, "Osmon zaminni o'z amri bilan muallaq turg'izgan Allohning nomi bilan qasam qilib, sizlardan shuni talab qilamanki, sizlar payg'ambar alayhisalomning miras qoldirmaymiz. Biz qoldirgan mol-mulk sadiqadir deganligini bilamsizlar" dedi. Ular, "Ha, bilamiz" dedi. Ondan Umar Ali bilan Abbasga qarab, "Osmon zaminni o'z amri bilan muallaq turg'izgan Allohning nomi bilan qasam qilib, sizlar ikkinglardan shuni talab qilamanki, sizlar payg'ambar alayhisalomning miras qoldirmaymiz, biz qoldirgan mol-mulk sadiqadir deganligini bilamsizlar" dedi. U ikkisi, "Ha, bilamiz" dedi. Umar, "Shak shubhisizki Alloh taolo insonlardan hech odamga xos qilmagan narsani payg'ambar alayhisalom xos qilib berdi. Allah payg'ambariga ulardan, ya'ni Bani Nazirning mollaridan qaytirgan g'animatlarni sizlar ot to'gilarni choptirib, ya'ni ajr qilib, jafo mushaqqat tortib qo'lga keltirgan emas. Lekin Allah payg'ambarlarini xohlagan odamga musallat qiladi. Allah her narsaga qodirdir" dedi. Alloh taolo Bani Nazir qabilasidan elingan g'animatlarni payg'ambar alayhisalomga xos qilib berdi. Allohning nomi bilan qasamki, payg'ambar alayhisalom bu g'animatlarni sizlarga bermasdan faqat o'zining qilvog'ini yo'q. Payg'ambar alayhisalom bu g'animatdan o'zining va oilasidagilarning bir yillik chiqimini elib, qolganini davlat xazinasiga qetib dedi. Ondan Umar o'ltirganlarga qarab, "Osmon zaminni o'z amri bilan muallaq turg'izgan Allohning nomi bilan qasam qilib, sizlardan shuni talab qilamanki, sizlar bu ahvolni bilamsizlar" dedi. Ular, "Ha, bilamiz" dedi.
Andın Ömer Ali bilan Abbasga qarab, osmon zaminni o'z amri bilan muallaq turg'izgan Allohning nomi bilan qasam qilib, sizlar ikkinglardan shuni talab qilamanki, sizlar bu ahvolni bilamsizlar dedi. O ikkisi, ha bilamiz dedi. Ömer radhiyallohu anhu mundaq dedi. Payg'ambar alayhisalom vafot bo'lgandan keyin Abu Bakr o'zini men Payg'ambar alayhisalomning o'rinbosari deb chaqirdi dedi. Sizlar ikkinglar Abu Bakrning qishig'i kelib, sen ey Abbas, sen qarindishingning o'g'lidan tegadigan mirosingni talab qilding. Ali ayolining otasidan tegadigan mirosni talab qildi. Shu chaqda Abu Bakr radhiyallohu anhu Payg'ambar alayhisalom miros qoldirmaymiz, biz qoldirgan mol-mulk sadaqadir degan edi. Dedi. Allah uning rostchil, yaxshi, to'g'ri yo'l topquchi va haqqa ergashguchi odam ekanligini obdan biladi. Abu Bakr Payg'ambar alayhisalomdan qolgan mol-mulkni boshqarish huquqini ustiga oldi. U vafot bo'lgandan keyin men Payg'ambar alayhisalomning va Abu Bakrning o'rinbosari deb chaqirdim. Payg'ambar alayhisalomdan qolgan mol-mulkni Allah xohlagan vaqtiga qadar boshqarish huquqini ustimga oldim. Keyin sen va Ali mening yonimga keldinglar. Har ikkinglarning demoqchi bo'lgani bir gapdir. Sizlar mendan shu molni talab qilib keldinglar. Men sizlarga, agar sizlar xohlasanglar, men u mol-mulkni sizlarga beraman. Lekin sizlar u mol-mulkni Payg'ambar alayhisalom boshqargandek boshqarishga Allohning nomi bilan va'da berishinglar kerak, dedim. Sizlar shu va'daga asosan u molni mendan oldinglar. Ondan keyin sizlar qishimga u mol-mulkni aranglarda boshqa hukm bilan hukm qilib qo'yishimni talab qilib yana kelibsizlar. Allohning nomi bilan qasamki, men u molni aranglarda qiyomat qoyim bo'lguncha boshqa hukm bilan hukm qilmayman. Agar sizlar u molni boshqarishga ojizlik qilsanglar, uni menga qaytarib beringlar. La ilaha illalloh Muhammad rasul. İçinlardaki baylar arasında qo'ldan qo'lga o'tib yurmaslik uchun, ya'ni urushsiz elingan g'animatlarni baylar egallab olib, kambag'allarga uningdan hech narsa bermay, o'zlari xohlagancha nafs xohishlariga ishiltib ketmaslik uchun uni ishiltadigan o'rinlarni biz belgilab berdik. Payg'ambar buyurgan va to'sqan har qanday ishda uning itoat qilishga buyurish to'g'risida. Payg'ambar sizlarga berganni elinglar. Payg'ambar cheklagan narsadan cheklininglar. Ya'ni payg'ambar sizlarni nimaga buyursa, shuni qilinglar. Nimadan to'sidi, shuningdan yiroq turinglar. Chunki u haqiqatan yaxshi ishni qilishga buyuradi, yomon ishni qilishdan to'sidi. İmam Ahmad Abdullah ibn Mas'udning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolo hal men chekkichi ayollarga, hal chektirguchi ayollarga, yüzünün tüklarini yulg'uchi ayollarga, g'olib buyuk Allohning yaratishini o'zgartib, go'zallik uchun tishlarini yasashgan ayollarga la'nat qiladi. La ilaha illalloh Muhammad rasul. Bu söz Bani Asad qabilasidan Beytullah turadigan Ummu Yaqub deb atiladigan bir ayolga yetib bordi. O ayol İbn Mas'udning qishig'i kelib, "Anglashimcha sen mundaq so'zlarni qilibsan" dedi. İbn Mas'ud Payg'ambar alayhisalom la'nat etgan va Alloh taolaning kitobida la'nat etilgan kishilarga men nima deb la'nat etmoqdakman dedi. O ayol, "Men Qur'onni boshdan oyoq o'qib chiqdim. Uningda sen degan so'zlarni topolmadim" dedi. İbn Mas'ud, "Agar Qur'onni to'liq o'qigan bo'lsangiz, uni topgan bo'lardingiz. Payg'ambar sizlarga berganni elinglar, payg'ambar cheklagan narsadan cheklininglar degan oyatni o'qimadingizmi?" dedi. U ayol, "Ha, o'qidim" dedi. İbn Mas'ud, "Shak shubhisizki payg'ambar alayhisalom u ishlarni qilishdan to'sdi" dedi. U ayol,
undaq ishlarni sening xotin bolalaringmi qiladigu deb o'ylayman dedi. İbn Mas'ud. Amsa siz berib qarab beqing dedi. O ayol ularning qishig'i berib, o ishlardan birini ko'madi. Andın qaytib kelib, men ularda bu ishlardan birini ko'madim dedi. İbn Mas'ud. Agar ularda mundaq ishlardan biri tepilib qolsa, ular biz bilan birga yashay olmaydi dedi. Bu hadisni İmam Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. İmam Buxoriy va Muslim Abu Hurayradan Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men sizlarni biror ishni qilishga buyursam, sizlar u ishni kuchinglarning yetishicha o'rindanglar. Sizlarni biror ishni qilishdan to'ssam, u ishdan yiroq turinglar. Allohdan qo'rqinglar. Haqiqatan Allohning azobi qattiqdir. Ya'ni Allohning amr farmonlarini o'rindashda, to'sqan ishlardan yenishda Allohdan qo'rqinglar. Chunki Allohga osiylik qilgan, Allohning amriga xiloflik qilib, uni o'rindamagan, Allah to'sqan va cheklagan ishlarni qilgan odamga Allohning azobi haqiqatan qattiqdir. Alhamdulillah, yuqorida sura Hashr tafsiridan 7-oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimizni davomlashtiramiz inshaalloh. Sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.